Mana bu odamlarning kimligini bilasizmi? Abdurauf Fitrat, Ismoil Gasperali, Munavvar qori Abdurashidxonov. Ulardan bittasi Toshkentda yangi usul maktablarini ochgan. Ya'ni siz bilan biz tahsil olgan maktablar poydevorini aynan shu shaxslardan bittasi qo'ygan. Ulardan biri bo'lsa, til birligi, fikr birligi, ish birligi shiorini ilgari surgan. Yana bir shaxs bo'lsa, millat uyg'onishini yorituvchi asarlar yozgan. Qiziqarli tomoni shundaki, mana shu 3 ta shaxsni jadid iborasidan tashqari yana bitta nom birlashtirib turadi. Bu Turkiya. Eng asosiy sabab shundaki, bu mamlakat tarixdan va hozirgi kungacha ta'lim sohasi eng kuchli mamlakatlar qatorida sanaladi. Mana misol uchun hozirda dunyodagi eng kuchli 1000 ta universitetning 100 tasi Turkiyada joylashgan. Mamlakatning turli hududlarida joylashgan bu universitetlar turli kasb va yo'nalishlar bo'yicha har yili o'quvchilarni qabul qiladi. Qiziqarli tomoni, aynan siz ham Turkiyaning turli hududlaridagi universitetlar yoki Gruziya va Kipr kabi davlatlarning turli oliygohlarida talaba bo'lish imkoniyatiga egasiz. Bu ishda sizga StudyFans yordam beradi. Kompaniya xodimlari sizni o'zaro aeroportdan kutib olishadi va barcha ishlarda yordam berishadi. Talaba bo'lish haqidagi barcha ma'lumotlarni ekraningizda paydo bo'lgan telefon raqamli yoki Telegram kanalidan topishingiz mumkin bo'ladi. O'qishlar davom etadi. Endi bo'lsa ko'rsatuvni boshlaymiz.